bo'lsin fonarni eng zo'ri bo'lsin, bunaqa vachnikliklardan bitta bostirilganda chotki tursin degan aka-ukalarimizga qorong'ida endi umuman qo'rqmaysizlar do'stlar. Bitta bunday bostirib olsalaringiz bo'ldi. Bu fonarimiz bunaqa funksional fonar bo'ladi. Xohlasangiz boshingizda, xohlasangiz qo'lingizda olib yursangiz bo'ladi. Cho'ntakbob, hamyonbob, cho'ntakka ham sig'ib ketaveradi do'stlar. Bu nabor shunday yig'iladi. Xullas, bu fonarimiz bunday yonsak yondi. Bunday bu hozir katta yonish, hozir endi bunday kichikroq yonishi, keyin buni ko'chib yonishi do'stlar, migalkasi. Keyin yondirilgandan keyin bu yerda hozir 25, 50, 75, 100 funksiyalari bor, ya'ni zaryadini ko'rsatib turadi. Bu fonarimiz elektron tokka tiqqandan keyin ichidagi akkumulyator to'lib, zaryadlari polni yonadi. Komplektda korobkachasi bor. Hozir o'chiramiz. Korobkachasi. Bu modelimiz 50 voltlik bo'ladi. Bitta zaryaddan keyin 8 soatdan 10 soatgacha yonadi. Suv teksa ham, suvga tushsa ham IP67 himoyasi bor. Umuman suv o'tkazmaydi desak ham bo'ladi. Keyin quyoshda ham ko'rinadi degan do'stlar. Aynan siz uchun narxi